На, поснимай видео. Сейчас вот. Распаковка. Hazrat, распаковка. Paravzali jamoat. Hali men bu kitoblarni ochib da qaramadim. To'g'risini aytganda. Mana totar ekanini bilib, mana totarlar akiyatlar, hikoyatlar, mana endi hali mana распаковкагina. Shunday kitoblar olib keladilar. Tubatay bilan yuring, ko'ralarda, shundan menga olib kelib, shunda qoldiralar. Boshqa olmaylar. Bizning hozir mana totarlarning своего рода библиотека образуется. О, mana. Aha, Nurullin. Bu narsa bu. O, Aleksandr Juma, ish mushketyor totarsha. Ish mushketyor. Qaravzali. Yo'lchi. Ilham. Так. Дальше распаковка. Bu kitaplarni boshqa birsida chiqarmang. Nurullin опять ikki turli, mana hikoyatlar, uchrashuvlar, Генри, nindidir o Генри, novellalar, перевод. Вот. Здравствуй, Елабова, Najid Гафури. О, мында нешенче yilgi kitob ekan bu. Нешенче yilgi bu kitob? 56 год. 56 год. Narsa degan kitobdir, bilmayman. Ulki qopshig'i, xazina, mana pamять отца. Mana shu kitoblar, ular даже, скорее всего, yo'qolsa da yo'q. Bizda bor. Bizim avtonomiyada o'zimizning qadr biblioteka olib bersa bular qarasa. Вот. Путь muhajjiri, birinchi yoz. Mana senga распаковка. Это ko'rsatam еще. Mana tag'in распаковка munda. Hali ishda tag'in bir полный paket bor. Тоже tatarlar kelib izdavay etdilar. Шулай. А bu bizim tagi eski kitoblar. Кстати, mana qarazan, это рукописи. 70 нешанчы yilgi bu. Kimdir shi'rlar yozgan bunda. Мамочка, мамочка родная, соскучилась, не знаю. Вот, mana ko'rasizmi? Mana tag'in. Bunda bir интересный narsa. Билет на последнюю Андрюшкину елку в цирк. Думали, что она состоит с 3.01, место 273. Оказалось 30.12.73 года. Не пустили. Жалею очень. Подарок не взял. Пошел к Наталье Бабельской в гости вместо елки.